gentlemen are just... Şatdan bitta narsani aytib qo'yay. O'sha videodagi ovoz haqiqiy ekanligini isbotlab bergan odamga $10,000 naqd beraman. Mana gap. Biz bilan ular yuz kela olmaydi. Kallasi joyida odam ko'rib turibdi-ku, qancha qochib yurganini, hatto nafsoniyatiga tegib tashlasak ham qochib yurganini ko'rib turibdi odamlar. Qayerdagi bir torpedani yuborib bizga eplolmagan ishidan montaj yasab, ustiga o'zini ovozini qo'yib olib, qog'ozlarda Fransiya tergov o'qib, soxta dokument qilib, ana men bordim, ana qasos oldim deganiga ishonib yurganlar. Yuraveringlar ishonib. Yuraveringlar. Oxiratga iymoninglar yo'q, shu toifaning. Oxiratga iymoni yo'q. Yolg'onligi 100% ovozlar montaj. Meni oldimga o'zbek yemagan va orqasidan shunaqa bo'lishini orzu qilib, mana xursand bo'ldik, qasos olindi deydi. Shariat qani? Ha? Shariat qani? Shariat bo'yicha yuzlashish qani? O'tirib gaplashish qani? O'rni kelganda aytib ketdim-da, endi buni o'zini ketishadi-da, mana Madinada ham shu gapni gapirib o'tiribdi deydi. Dunyoni любой joyda gapiraman. Любой joyda gapiraman.